Tez orada 25 may va siz haligacha vaqtim bor deb yuribsizmi? Keling, bitiruv oqshomiga o'zgacha tayyorlanishingiz uchun ba'zi bir maslahatlarni berib o'taman. Birinchi o'rinda soch turmagi. Oldindan tanlab, sinab ko'rilsin. Har doimgidek tik emas, bayramona bo'lsin. Sochlar toza, yaltiragan va tartibli bo'lishi zarur. Juda ham og'ir aksessuarlardan saqlaning. Qulaylik muhim. Ikkinchi o'rinda makiyaj. Yuzga mos, tabiiyroq va yorqinroq qo'shadigan bo'lsin. Yuz terisi bilan mos keladigan tonal krem tanlanish juda ham muhim. Ko'zlar va lablar o'zaro muvozanatda bo'lsin. Ikkalasi ham kuchli bo'lsa, haddan oshib ketadi. Libos avvalo qulay va o'zingizni ishonchli his qiladigan libos bo'lishi kerak. Tana tuzilmasiga mos tushishi ham muhim. Oldindan kiyib ko'rib, yurish va o'tirib ko'rishga vaqt ajrating. Noqulaylik yuz bermasin. Oyoq kiyim juda ham baland poshnali oyoq kiyimni ehtiyot bo'ling, ayniqsa birinchi marta kiyayotgan bo'lsangiz. Agarda 25-mayga qanaqa makiyaj qilaman, qanaqa soch qilaman, qanaqa kiyim kiyaman deb ko'p o'ylayotgan bo'lsangiz, hoziroq kommentariyga plus belgisini qoldiring, chunki men sizga aynan 25-mayga tayyorlanishingiz uchun ideyalar tashlab qo'yilgan Telegram kanal silkasini direkt orqali yuboraman.